Sonu intayin chiroyli o'ynaydi ekansiz. Sizmi qilishmaydi ekansiz? Tanishib qolaylik. Ismim Mardon. Mening ismim Zulxumar. Ismingizmi o'zingizga o'xshash chiroyli ekan. Rahmat. Bugun men uchun unutilg'isiz kecha bo'ldi. Aytli unutib qolmasangiz bo'ladi-ku. Yo'q, unutib qolamdi. Bundan keyin izlashib turaylik. Qanday dedim? Bo'ladi. Albatta bo'ladi. Siz xohlasingizlar. Xohlayman. Ming martaba xohlayman. Zulxumar. Siz to'y qilganmi? Yo'q. To'y qilganning nima ahamiyati bo'lsin? Bir oilaga bog'lanib, quldek yashagandan erkin, ozod o'tgan yaxshi emasmi? Sizchi to'y qilganmi? Yo'q. Nimada tushuniksiz gap qilasiz? Qilgan bilan qilmaganning oralig'ida. Apam majbur to'y qilib qo'ygan. Uningga qilchilikmi ko'nglim yo'q dema. Hey bichara, baxtsizkansiz-da. To'g'ri. Naq topdingiz. Biroq men bugun o'z baxtimni topgandek qilaman. Zulxumar. Undaq emas-da. Siz har kuni yangi bir baxt topadigan qilasiz. Yo'q. Hargiz undaq demang. Men undaqlardan emas. Mening rostla sizga ko'nglim tushib qoldi. Zulxumar, qachon ko'rishimiz? Qachon desangiz mayli. Amsi at ko'rishaylik, qanday? Qilmang, qiylin. Xuddi bir qancha yildek bilinadi. Yesamni qo'yim seqildi. Bu yerda qiynanamning zahardek so'zidan jah to'ydi. Mardonmi kech-kechlab kammas bo'lib oldi. Kasim haqli emas. Men nima degan sho'rpisham? Qaytib keldingizmi? Choy qo'ya. Çay içeceğim. Ma çayını kızık desem amamda. Ale.
Kaça. Texşi uxlamadыңmı? Sizden ensirep uxlamadım. Ha? Menden ensirep? Hey, men ensireydiğen bir küçük bolam edim. Sen sərədi vaxtında xeyli yaman emas turtdun, ha? Ma ürümciga kelib qo'saqlarga yo'g'inab saman tiqqan taqada ko'p satlashib ketding, ha? Hey, ko'zingni to'la sat ko'rinmay, qapa yo'qla. Ma. Hey, yo'qol. Ha? Tursan qo'y. Şşt. Yo'qla. Qanday? Mundaq da. Alo. Kimsiz? Voy, siz miydiniz? Qandaq ahvalınız? Yaxşı turdingizmi? Undaq deme. Çataq yo'q. Men qachon sizning talabangizni rad qilib baqqan? Bo'ladi. Lekin yenimda shundoq sepang ikki do'stim baxshlanib olib boraman. Chataq yo'qdi. Chataq yo'q. Bo'ladimsa. Hajab to'la gap qildi. Nima deydi? Aytchi, bizni ziyofatga taklif qildi. Qo'ydi ekan-sanda. Qo'ysaqmi, tan qo'yamiz. Mushkindagi erlar haqiqatan ahmaq. Biz birli noz qilib qo'ysak, pul deganni ko'ranglab, samonda xashlaydi emasmi? Ular bizni chechi uzun, ahli qisqa deyishidi. Amaliyotda o'zlarining ahmoqligini his qilishmaydi. Rost deysan. Ba'zi erlar cho'tixi ayollardan payshanbalik tilishidi. Yaqinda bir yigit bilan tanishib qoldim denglar. Xeyli payzi bor ekan. Biroq sahroliq ekan. Shunga satidaq qiladi. Ems uni qo'yish oson ekan-da. Har holda uning qo'liga tushib qolma adash. Meni qaysi biri qo'lga tushirib baqqan. Eshib ketsa birani suyib olashi. Umi bekor emas-da. Rost eding adash. Qani ichayli. Xo'sh. Tamaq ikramang. Mana hozir. Vay. Ha, Zulxumarmisiz? Ha, shundaq. Ha, yo'q. Dal vaqtida yetib boraman. Ha, meni seg'inibsiz-da. Ha, nima shundaq seg'indim? Rostayapman jinim. Ha, ishkirga avatadigan 5-6 mashina paxta bor. Shuni yo'lga silib atgandan keyin boraman. Ha? Shundaq bo'lsin. Ma'qul. Ha, hali ko'rishaylik.
Hey, nimandaq lavzaş etdi? Başını aytam da. Tem degan bir nima yo'q buningda. Hey, ola Zoycha. Sahralık. Xo'sh, ayt ko'rishaylik. Yaxshi ko'ring. Shang'izda meni ko'ring. Ha. Vay Allah, vay Allah. Ecep toydum bu cuvayını mektin. Kağa işinin tayini yok. Kalıdek, köşep yatkan. Ture ornandan, bu seralık ture. Micazım yok, yitip kalktım ben. Kapımızla apa. Tehi, micaz yokmuş. Oğlumның beşini koymuk durup, tigvağınını az dep, gep kımısan bekle eklep gitip atsın ha. Apa, ondak emez. Men... Tolu men bilen takallaşmay. Berip, işanlı kıl. Menin qaysı bir günahımga meni buncha bola adaplayla. Senin muş öy kəgininin özü günah. Bu ahlaksız. Ahlaksız? Ahlaksız men emas, sizlarning o'g'illari. Şunu men bu uyga kelishga majbur bo'ldim. Ne buluştular? Apa? Tova, mani kördün mü bu bişem xotununu? Xizmetingni qılıdı degini qini. Sen bu yerda mo'l mushuk bo'g'in bilan sen yo'q yerda takallaşqan. Ertügün men buning mo'li bo'lib qolgan o'xshayman. Sen tehi mening opam bilan takallaşqday qoldingmi? Men takallashmadim, o'zi davomli menga til ahonat qiladi. Anladыңmı? Günah mendimiken. Bugünden başlap öyde ya oturdu, ya men turaman. Bu juvayni bek bilan bir öy turamayman. Davamlıq nəştirinizdə sancıvəgidək. Sadı məndə nimi günah ötdü. Ağzını jümdəmi tulu qatıldım ha. Nereden? Nimandaq nervamı tikdiğandım ha. Yuqla ya, bunu yuqla. Yok la. Bu juvayni bek. Nereden? Meni qoğlab çıxamam. Meni qoğlab çıxasınız. Bu şəhərdə panalanğıdak heç qandaq yerim yox. Yurtqa qaytay desəm, qaysı izin bilan qaytım mən? Hey! Estağfurullah. Ağzını jum, tulu qatıldım ha deyme. Bu mesele baka şaptıldak mecitime acımasın ha? Heç bo'lmaganda qo'sig'imdagi balamizning hurmati. Onda qilmang Merdan. Onda qar ko'ngillik qilmang. O'tinib qolay. Ma səhralıqның gipini? Men seni şu səhralık namuratçılıqdan qutuldurup şəhərə kelib, seni men adam qilib qo'ysam, əmdilikdə men qar ko'ngilib qaldım ha? Yo'qla. Hozir yo'qol. Ko'zimdan darhol yo'qol. Bo'ladi. Men ko'zinglardan yo'qolay. Sizmi bir anığı ha? Mening beshimga kelgan mush kun. Sizning beshingizga kelgan bo'lsa, qanday qilardingiz? Tul kapşımay. Yok la. Merdan, esingda bo'lsin. Sening menga sağın külpatlarini Xudo bir kunlarda seningmi beshingga sala. Chiqa menga.
Qara balam nimde atıdı bu joyinmek. Ma tompayne taxe. Ejepke qulata da. Hat. Selam. Şundaq qilib, o səhralıqni öydən qoğlab çıxırıb etdiyimdə. Mən siz üçün hər qandaq işni qilishqa tayyorman. Sizni bir minut ko'msam chidayamayman jini. Bu gapingizcha mendan hech nimangizni aymaydi ekansizda. Albatta. Ondaq bo'lsa, mardligingizni bir sinab ko'ray. Menga 10 ming qo'y lozim bo'lib qoldi. 10 mi? Hozirli ishlatamsiz? Hazırla. Məmərdan, sən hazırla Çılanzar restoranıga 10 min qoya kəppə. Tez bol, hə? Hə, toğra Çılanzar restoranı. Tez bol. Mana, hazırla kəpp berdim. Lekin bu pulni nima ishlatmoqchisiz? Kechiring, savdodagi maxfiyatlikni so'ramaslik kerak. Lekin u pulingiz 2 kundan keyin 15 ming qo'y bo'lib qo'limizga qaytadi. Nima? Bu gapingiz rasmi? Albatta. Karomat nuringiz bor ekan sizning, ha? Bu bir maxfiy sir. Agar puldor do'stlaringiz bo'lsa, menga xabar qiling. Bergan puli qancha jiq bo'lsa, qisqa muddat ichida 30% foydasini oladi. Ha. Vah. Qoltis ketgan bu. 30% bo'lsa obdan foydakina. Sizning bu siringizni bilib baqsam bo'lamdi? Bo'pti. Sizga sizdan sir yoshirmay. Mening bir boyvachcha do'stim bor. U ishkiridan mal yotkaydi. Ha? Dama? Onunğa pul teppäsek, u heptidila bizga yuqorisin bilan qaytiradi. Sulxumar jinim, bugun bir paysi qilsak qandaq? Assalomu alaykum. Mana, sen degan pulni olib keldim. Ha, rahmat. Ha, yaxshimisiz? Amsa men ketaveray, ha? Ha, bo'ldi, menga ayva. Ha. Mana 10 ming qo'y. Haqiqatan mardkansiz. Nega boramiz? Pays bir yava. Rasma. Katta qamsa.
Samet! Ay Samet! Hoş xo'jayin. Bu qazonlarni yuvib etim. Bo'ladi xo'jayin. Ay singlim. Oy, qo'rqmang. Oy, ishga qatgansiz-ku. Bu yerda uxlab qapsiz-ku. Quloqlaringizga nima bo'ldi? Axsham. Bulangchilar bo'lib ketdi. Voy bechora. Yelimi omon qapsiz singlim. Ko'nglingizni buzmang. Biz ishga kirib paranglashaylik. Juring, ha? Keling, o'ltiring. Qizlar, qiziq choy, non akilinglar. Nereden geldiniz? Boptu aldırmang. Aval taam, andın kalam deptiken. Qosuğunuzun toyğuzu verin, andın sözleşemiz, he? Erim, meni uydan qo'g'lavatdi. Yurtqa ketolmay, musafir bo'lib qoldim. Musafir bo'lmagan kim bor deysiz? Agar bordigan yeringiz bo'lmasa, mush yerda ishlab qiling. Rahmat sizga. Ada, rahmat sizga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Teshikma. Bir taladin kali bilan qo'ya kelgan edim. Tursinkam nada? Qotanda. Uning bilan bir ko'rsam bo'pti ekan. Shuni, men boshlab boray. Assalomu alaykum Tursinka. Tursinka. Men bir qancha mashina kali bilan qo'yib kelgan edim. Hozir qo'y kalilarning top bahasi qanchadan bo'lyapti? Bahasi o'xshamaydi. Moli qarab baho qo'ydigan gap. Undaqda top elib, parch sotganda qanday setyapsizlar? Buning muqim bahasi yo'q. Yanala moli qarab birim deydigan gap. Avval qo'y kalalarini ko'rib baqay. Amisa bahasiga kelishibli qolsak, sangala o'tkazaman. Chataq yo'q, uka. Sen degan bizning ko'ni ilibtimiz emasmi? Kelishib qolamiz, ha? Tursinka. Ko'ni cho'pqat bo'lgandan keyin davomli sangala o'tkazaman. Bo'ladi, chataq yo'q, mang'ili o'tkaz. Undaqda kelishdik Tursinka. Qo'shamiz. Ya Allah, hajabmi kechikib keldingiz? Ne bo'ldi? Go'sht tugab qalay degandi. Yo'lingizga bak qarab ketdim. Biradani qo'shib bergin. Go'shtni akilib o'tib yig'ing borma. Nim deydigandi? Ma ashxanda qo'limni ishga qilolmay olsam neydik adam ekan o? Ondaqda o'zing bor? He, ma ashxanda mendan boshqa mas'ul bo'lg'idek adam bor emasmi? Nim deydigandi ma u? Bu ashxonamizga yangidan kelgan xizmatkor, musafir ekan. Xo'jayin, boshqa ish yo'q. Erim bilan birga berib keshakilim. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Bo'ladi, men boray. Tezroq kelasizlar. Ma'qul. Tezroq bo'ling. Mening vaqtim baqisa.
Tamoq yapmang. Men berib kelgandan keyin yey, ha? Men mangdim. Beravering. Go'shtni qanchadan sotding? 15 koy. 14 koy 5 moddan bermamsan. Undaq satsak ziyon chiqadi. Assalomu alaykum, Abdurim Va aka. alaykum assalom, Sabir. Qandaroq qachon kelding? Bir qancha kun bo'ldi. So'dan qandaqaroq? Yaxshi ketyapti mana. Davud ko'rinmaydi-ku. U bor. Ha, yuqur tarafda. Bunda aylansanglar borsa. Uni bilan bir ko'rishib keladigan edim. Ha, Ma'qul. ma'qul. Men ko'rishib kelay. Ish o'z meni izlaysan. Ma'qul, xo'sh. Ma Xudoyim qo'yman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Menda 100 dak qo'y bor. Uning hammini sana o'tkazib beray. Menga qanchalik foyda bersa, tabaqa. Undaq bersam ziyon bo'ladi. Tonish bo'lgandan keyin biz davomli kelamiz. Tonish bo'lgandan keyin sizga 5 mo arzon berdim. 14 koy 5 modan beryapman. 14 koydan bersang oldim. Bo'lmasa men Bo'pti, boshqa yerga qarab boqing. Balkim bu yerda arzon berib qilishi mumkin, ha? Bo'ptimisa. Jurum, oyoq qarab boqaylik, ha? Jurum. Bo'lmaydi. Zodi bo'lmamda. Bizga bakchiq ziyon bo'lib ketadi. Maylamsa. Mayli. Qanchadan bo'lyapti? 15 koydan. Go'sh o'rlab qopti, ha? Ha. Menda qo'y bor. Top o'tkazsam qanchadan olasizlar? Seningcha qanchadan bo'lsa bo'ladi? Men senga rost gapni dey. Bu qo'ylarning hammasi bo'rtalaning qo'ylari. Nechidan sotding? 15 koydan bo'ladi-da. 14 koydan bersang bo'lmamda? Ha, kam bo'lar aka. Bagina. Ha, bu yaxshi. 14 koydan bersang nima olay? Bundaq go'sht yo'q. Ha, go'shtlarni ko'rda qoldi 14 koydan beri. Yaxshi go'sht bor. 14 Agar bersang 14 koydan olaman. Bo'lib ketadi bizga. Bo'lmasa men atrab qarab boqay. Qarab baqsizlar, boshqa unda go'sht yo'q ekan. To'la talashmayli. 13 koy 5 moddan bo'lsin. Qandaq? Men qara, sen 13 koydan ber. Qandaq dedim? Bo'ptimisa? 13 koydan bo'lsin, ha? 13 koydan. Go'sht o'rliganda yana ozroq qo'shasan. Qandaq? Men yana mol akab turman emasmi? Hammasi sen mol akasan, u vaqtida sen ozroq qo'shaman. Xotirjam bo'l. Davom akalansa, ma'qul. Shundaq kelishdi qamsa. Bo'ladi. Xo'sh. Xo'sh. Ha. 14 yerim koydum bo'lsin. Men ikki qo'yni jonig'ini ham. Qandaq? Yana mening arzonmikan? Voy, sabr bu. U bu yerda nima ish qilayotgandi? Ko'rsam bo'ladi. Yo'q. Ko'rishmayman. U baribir meni kechirmaydi. Hurmatli xonimlar, apandilar. Bugun Mahmud apandi bilan tunji tanishish va chet eldan kelish sharafiga oddiy ziyofat tayyorladik. Har qaysimizning Mahmud apandi bilan yaxshi hamkorlashishimizni umid qilaman. Qani qo'sha. Qani, hammamizning hamkorlashib, tang beyishimiz uchun. Qani, qo'sha. Qo'sha. Qani, Mardanjon.
Davamlıq yaxşı həmkarlaşaylı. Mərdancan, bundan keyin texmi yaxşı həmkarlaşımız üçün ketirəyli. Mahmud Kamşikanlarning bundan keyin savdoda davomli yarıylakli bo'lishinglar uchun ketirayli. Xo'sh. Qani. Marhamat, hurmatli xonimlar. Qani ketirayli. Yaxshi hamkorlashimiz uchun. Bu qatam men bilan chet elga chiqqan odam hammadan quruq qapti. Uning haqiqatan diti yo'q nima ekan? Pullarni tiqib olgan yerini qaramamdigan. Tamojna uning ish kiyimlaridan butun pullarini tepib olibdi. Siz bu sodada manga ishining faqat ziyon tatmaysiz. Desmi qanchajıq bo'lsa, foydasi shunchajıq bo'ladi. Shundaqmi? Albatta. Desmida chataq yo'q. Bu jihatda xotirjam bo'ling. Men bilan hamkorlashsangiz, faqat ziyon tatmaysiz. Lekin Mahmud apandi u ishonchlik odammi? Onunğa ishonsak bo'ladimi? %100 ishonchlik. Hay. Xo'sh. Mahmud aka to'g'ri dedingiz. O'rta Osiyodan keladigan misodisda ko'p foyda bor. Biz sizga agishimiz. Yaxshi hamkorlashsak, hammamizga foydasi bor. Xo'sh. O'tganda men uni uyga borsam, yo'q ekan. Keyin siz bordingiz bu qanday? Bu nima deydi? Foydam. Borsam u ovqat qaptiga. Shu gapni qilish qoldi. Undan keyin telefonlar. Mana hozir. Ey baxtnisa, men yenkaga mehmonlar choy qo'ying deyapman. Ma'qul. Nimanda qarab tursiz? Rastaysiz. Buningda qilchilik ziyon yo'q. Lekin Hey! Choyni ko'zingga qarab qo'ysam mamdor, ha? Kechiring efendim. Oy, u cho'kan g'ajab qarab ketdingiz, tanamsiz. Ha, yaqay. Bak ochig'imni keltirdi. Uni rosa bir tilaydi deb. Voy, bo'ldi qiling. O'z gapimizga kelayli. O'tgan kisidan topgan foydangiz qanday? Siz bergan fursatni qo'shganda oz emas. Do'stlaringiz rozi bo'lgandi? Ha, rozi bo'ldi. Bu qatim buningdan qaraq pul tayyorlasangiz, texnik foydaga erishsiz. Boshqa tijoratni qilib nima qilasiz? Hey, gap qilyapman. Sheriklarim bilan maslahatlashib baqay, ha? Apa? Oy, canım balam, sağ-salamat qaytib keldimmi? Salamat qaytib keldim, apa. İşlerin oңushliq bo'ldimi, balam? Oңushliq bo'ldi, apa. Dadang senden bek ensirab ketdi.
dadam ko'rinmaydi-ku. O qotanda hozirlik keladi. Әмісі, мен малlarımni ko'rib kelay. Bo'ladi. Sizlar kelguncha men tamoq yeb Ma'qul, kiray apa. bola. O'g'lim, Ha? Apa? vaqtini sani ko'rdingmi? Yo'q. Uni ko'rmadim, apa. Baxtinisa? Xo'jayinimiz qani? Sirtqa bir ish bilan chiqib ketdi. Mashinaga chiqing, bir yer berib kelamiz. Nega bormiz? Berib kelgan bir ish bor. Xeyli ko'nib qoldingizmi? Ko'nib qoldim. Butun xiyolim ozroq pul tepib yurtimga qaytish. Ketishga aldirmang. Bizmi sizga ko'nib qopdimiz. Endi pul masalasiga kelsak, biz bo'lgandan keyin qarab turmaymiz. Yordam qilamiz. Rahmat sizga. Voy, bu yoqqa nimaga mangdiq? Ko'ktatsarliq mushtarabda. Ko'ktatlarni mishadni ilib olayli, ha? Xo'jayin, ko'ktasarliqini. Hozirli boramiz. Meyakab birdam o'tiring, ha? Oshxonada odam yetishmaydi. Qaytib kelsak bo'lamdikin. Hech qisi yo'q. Sal turib qaytamiz. Meyakab o'tiring. Sizga deydigan gap bor. Baxtinisa, siz kelgilimi bir qancha oy bo'lib qoldi. İşiniz pushib, zerikibmi qolgansiz. Shunga men sizning ko'nglingizni ep qo'yay dedim, qarang. Voy, xo'jayin, hech qisi yo'q. Meni qo'yib xo'jayin. O'tib ketgan nomusiz, ishqibas odamkansiz. Bir chiroyli ayolingiz turibmi? Bu nomussiz. Ey, to'xtab! Kichkina chaqchaq qilganga har qanday ish bo'lsa ayolimga demang-jumong, ha? To'xtang deyman. Hey, mashinaga chiqib oling. Hey! Asta. Hey. Bo'ladamsa, chataq yo'q. Ko'rishib turayli. Xo'sh. Mana hozir. Kim? Biz. Voy, Mahmudka, Merdan, qani uy kiringlar. Singlim, yaxshi turdingizmi? Yaxshi turdim. O'ltiringlar. Mahmudka o'ltiring. Havo ajab isib ketdi. Ha, shu. Nima ichsizlar? Payzi araqingizni olsaklar. Ha. Mahmudka, kashti kep qapsizlar-ku. At ishkirga muhim ish bilan mangadigan bo'lib qoldim. Shunga ishqinglar bilan maslahatlashadigan ish batdi. Yaqinda Shangangda qiladigan cho'ng bir mashina savdosi bor. Bu savdoga 10 million pul ketadi. 2 millionni sizlar chiqarsanglar, qolganini men chiqaray. Bu qatim texmi cho'ng payda oladigan bo'pti-da. Shundaq. Biroq buncha jiq pulni nerdan topamiz? Cho'qim amalni qilamiz aka. Mening bir qancha puldar og'illarim bor. Shularga desam, ular biz bilan cho'qim hamkorlashadi. Bo'ladigan gapga.
Mahmudga o'tgan qatim bizga nurg'un foyda yetkazdingiz. Rahmat sizga. Shundaq. Sizning bizga atodarchilik qilganligingizga ko'p rahmat Mahmudga. Bu yaxshiligingizni faqat unutib qolmayman. Ishqinglar ko'p hamkorlashyapsizlar. Buningdan keyin texmi yaxshi hamkorlashsanglar, men sizlarning to'yinglarni o'z qo'lim bilan qilib qo'yaman. Rahmat. Rahmat Mahmudga. Keling. Qani. Xo'sh. Xo'sh. Oldum tüllere uykuydum bir ay Canım uykuda canan uykuda Xo'sh og'illa. Xo'sh Sadir. Oldum tüllere uykuydum bir ay Adaş, sana bir gapni demisam bo'lmadi. Canım uykuda Ayşem degan dallol Mardan bergan pulga baxtli sana bir kechiligini setib tutgan. Nima? Bu Ayşem qanday qilishi? Baxtli sana ko'rasiz. Canım uykuda canan uykuda Sabır. Tağның çolpini ko'rsatmas dida Taxtinsa, shu chaqda o'zingni menimi azobda qo'yg'icha, ayni ahvolni desang bo'lmasmidi? Assalomu alaykum. Kim kerak? Ayshamxon babo. Yo'q, Na ketdi? Urumchiga. Qachon ketdi? Tunugun. Tezrek çol bulgana ona hizmetini qilib ana sütün aqlaygına ana sütün aqlaygına Uxlab qoldimi? Uxlab qoldi. Voy, tomog'ingizni yemay chiqyapsiz-ku qizim. Sal turib yey. Vaqtida tomoq yeng, bo'lmasa ojizlab ketasiz. Hada, sizni bek avvar qilyapman. Sizga qanday minnatdorligimni bildiraman. Nədiki gaplarni qilayotgansiz qizim. Mening bir o'g'lim batdi.
heroin degan narsani chekib, butun oilamizni, o'zinimi vayron qildi. Men endi yakkigan yashayapman. Xudoyimning ichi og'irg'ashqa sizdek bir qiz ham paxlandek bir navri berdi. Men endi yolg'iz emas qizim. Hadi. Men ana mehri qanmay yetim cho'ng bo'ldim. Endi siz mening o'z onam bo'lib qiling. Albatta, buningdan keyin siz mening o'z qizim, xotirjam bo'ling qizim. Ana, har holda men bir ish topsam bo'ladi. Ishlaydimsiz, buning uchun dasmoy kerak-da. Dasmoy. Amsa qizim, o'ndaq bo'lsin. Yo'ldishim hayot chig'ida men appagan azroq oltin jabduqlar batdi. Shuni sizga beray. Shuni dasmoy qilib bir ish qilib beqing bo'lamda. Appa. Rahmat appa. Apa? Ha? Eliq pulni chiqib bera. Qaysi pulni? Men sana qo'yib qo'y deb bergan eliq pulni-chi? Nim qilsa? Voy, ishlatmoqchidim. Tezroq bog'ini, apa. Mana hozir. Voy, Zulxumarma? Ha? Voy, xotirjam bo'ling. Men hozirda yetib boraman. Shundaq. Nima? Yetmaydi? Qanchalik o'sitadi? 2 million? Ha? 3 milliongacha? Ma'qul. Men bir amalni qilay, ha? Sizlar birdam saqlab turinglar, men birdam tekin boraman. Ma'qul. Mana pul. Ha, apa? Diqqat qil, qo'yilib ketmayli yana. Yo'q, og'zingni ustmagina. Ko'z kundi sunmas, kuni sunar debdikan. Apa, xotirjam bo'la. Bu pulni Zulxumar 10 kunlik ishlatib, nurg'un o'sim bilan qaytarib berdi bizga. Xotirjam bo'la. Ma'qul apa, men mangdim. Xo'sh. Eliqni men kelmay qolammi? Bizni aldab qo'ymasa? Keladi, u meni aldamaydi. Qarang, u keldi. Keldi. Elima yaxshi, dal vaqtida keldi. Dal vaqtida keldim, uka. Bak ansirgandim. Meni bir xush qilyaptimiz. Nerede? Xotirjam bo'ling. Men butun to'yning tayyorligini qilib kelaman. Bu yerga ishlarim bor. Bu yerga tayyorliklarni hammasini qilib qo'yman. Ma'qul. Xotirjam bo'ling. Biz tezlik qaytib kelamiz. Mana bu. Xo'sh. Xo'shamsiz. Tezroq qaytib kelaman. So'qma, tez ma'yli. Xo'shamsiz. Xo'sh. Xo'shamsa.